Katta brend sindira olmaydi degandaymi, Bellissimoni maydalab tashlaymiz. Bellissimoni maydalayman dedimmi? Rajab olaman. Mana aviasozlar filiali nimaga sentyabrdan beri bekig'idi? Remontga yopildi, rekonstruksiya. Qachon ochamiz? Ochishmi, xudo olasa shanba kuni ochamiz, 29-noyabr. O'sha kuniga sizni klientlaringiz, bizning obunachilar oilaviy kelishadi-yu, misli ko'rilmagan Toshkent Chevrolet'dan qattiq shovqin berasiz. Planimizda bor, yosh bola uchun детский show programmalarimiz bor и grandiozniy ochilish qilib beramiz. Bo'ldi. O'sha kunini pizzalar kuni deb e'lon qilamiz aka, qarang. Oilaviy kelishadi-yu, hamma sevib yeydigan pepperonini 25 santimetrligini maydalaymiz. Nech pul o'zi? O'zi menyuda 56 ming, no sharabari uchun shu 50 ming qilib beramiz. Sizlar katta brendsizlar, unaqa qilmang aka, qarang. 10 ming so'm, barakan. Ko'tarmaydi. Sirri narxini qarang aka. Ha bu 20 ming. Yo'q aka, 40 ming qilib beramiz mana sharabari uchun. Aka 30 ming deyishimni kutyaptilar. 29 ming barakan. Yo'q aka, ko'tarmaydi. 29 ming. Mayli, qilamizmi faqat bir kun, shanba kuni qilamiz. Bo'l. 29-noyabr shanba kuni 25 santimetrli pepperoni pizzasi Bellissimoni aviasozlar filialida 29 ming. Bunaqana hech qayerda yo'q. Biroq qolib ketmasin degan umidda mana shu videoni hamma tanishlarga, oilalilarga jo'natib tashlang. Azimat aka ikkitagina olib biz uyga ketdik.